Assalomu alaykum ustozlar, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ustozlar, bugun sizlar bilan kombinatorikadagi bitta qisqa, yaxshi, demak, ideologiya haqida gaplashamiz. Bilasizlar, kombinatorika juda ham katta mavzu. Shu mavzuning ichida, demak, bizada A nuqtadan B nuqtaga, demak, eng qisqa yo'l orqali necha xil usulda borsa bo'ladi degan masalalar keladi. Shunaqa tipdagi masalalarni biz qanday qilib yechsak bo'ladi? Va qanday qilib, demak, tezroq javob topsak bo'ladi, shu narsa haqida kelinglar sizlar bilan gaplashamiz. Ketdik. Demak, birinchi savolda aytgan A nuqtadan B nuqtaga eng qisqa yo'l orqali necha xil usulda borsa bo'ladi. Endi bu yoqda e'tibor beringlar, ustozlar, chumolining harakati deylik. Mana bu kesishish nuqtalar orqali bo'lishi kerak. Ya'ni kesishish nuqtalar orqali yurib borishi kerak bo'ladi. Tushuntirib bera oldim menimcha. Okey. Demak, muammo yo'q bizada. Nima qilsak bo'ladi ustozlar? Tasavvur qilinglar, chumoli demak, menda eng qisqa yo'l orqali borsin degani, chumoli demak A dan B ga, ya'ni o'ngga, tepaga harakat qilib borishi kerak. Ya'ni chumolining harakati faqat o'ngga va tepaga bo'lishi kerak. Orqaga yoki bo'lmasa chapga bo'ladigan bo'lsa, demak, bu bizada eng qisqa masofa bo'lmay qoladi. Ya'ni ko'proq yo'l yurgan bo'lib qoladi. Shuning uchun chumoli faqat o'ngga va yuqoriga harakat qilib, demak, A dan B ga necha xil usulda borsa bo'ladi. Kelinglar, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda ustozlar, men bu yoqda e'tibor berishim kerak. Chumoli A dan B ga istalgan yo'l bilan borganda ham menda qanaqa marshrut bo'ladi? Kelinglar, birinchisi eng oddiy borish mana bu marshrut hosil bo'ldi bizada. Birinchi marshrut, ya'ni bu yo'nalishda menda 2, 3, 4. Ya'ni o'ngga 4 katak yurdi, tepaga 1, 2, 3. Ya'ni o'ngga 4 katak, tepaga 3 katak yurdi degan narsaga kelib qoldik. Endi boshqa bitta marshrutini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa marshrut bo'lishi mumkin bu? Mana bu yoqda e'tibor bersangizlar, men chizaman. Bu menda ikkinchi chumolining marshrutga bo'ldi. Ya'ni bu vaziyatda nechta katak yuryapti. Ya'ni o'ngga boshladik. Mana bu menda birinchisi 1, 2, 3, 4. Ya'ni o'ngga baribir 4 ta katak yuryapti, qaysidir yo'nalishda. Tepaga 1, 2, 3. Ya'ni tepaga yana 3 katak yuryapti. Ya'ni bu degani ustozlar, chumoli eng qisqa yo'l orqali borishi uchun bizada har doim o'ngga 4 katak, yuqoriga 3 katak yurish kerak. Ya'ni buni qayerdan bilyapmiz ustozlar? O'ng tarafga kataklar soni 4, bunaqasi 3. Ya'ni men qanaqadir tartibda so'z tuzyapman ustozlar. Ya'ni U degan harfdan menda 4 ta bor. T degan harfdan, ya'ni tepaga degandan 3 ta bor. Bular demak joyini almashtirib so'z tuzgan paytim menda nima kelib chiqadi? Chumolining marshrути kelib chiqadi. Ya'ni 4 ta U, 3 ta T degani o'ngga, tepaga. Ya'ni birinchi marshrut menda hosil bo'ladi. Qizilda chizib ko'rsatgan. Endi yashilda chizgan marshutim qachon hosil bo'ladi? Demak, tepaga, keyin o'ngga, yana o'ngga, keyin tepaga, keyin o'ngga, tepaga, o'ngga mana bu demak yashilda chizgan marshutim hosil bo'ladi. Demak, 4 ta U va 3 ta T orqali men nechta har xil so'z yasashim mumkin? Eng qiziq joy mana shu. Demak, 4 ta U va 3 ta T orqali, demak, men nima qilishim mumkin ustozlar? So'zlar soni menda 7 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paygan 3 faktorial. Ya'ni jami 7 ta harf bor. 7 faktorial, 4 ta O bo'lgani uchun 4 ga bo'lishim kerak, 4 faktorialga, 3 ta T bo'lgani uchun 3 faktorialga bo'lishim kerak. Ya'ni bir xilliklar kelgan paytda. Buni biza S7 dan 4 yoki bo'lmasa S7 dan 3 deb yozishimiz mumkin. Buni nimaga yozyapman men ustozlar? Sababi keyingi safar shunaqa misol kelgan paytda sizlar bundoq qilib o'tirishlari shart emas. Ya'ni o'ngga nechta 4 ta, yuqoriga nechta 3 ta. Qo'shdim 7 ta, ya'ni S7 dan xohlasangizlar 4, xohlasangizlar 3 olib qo'ysangizlar bo'ladi. Endi kelinglar buni hisob-kitob qilamiz. 7 faktorial bilan 4 faktorial qisqaradi bizada. Suratda 5, 6, 7 qoladi. Mahrajda 3 faktorial 6 qoladi. 35 ta yo'l bilan borishi kelib chiqadi.
Bu menda birinchi masalam yechilishi bo'ldi. Ya'ni bunaqa tipdagi masalalar bizada eng oddiy, eng bazaviy bo'lgan masalalar hisoblanadi. Keyingi ikkinchi masalasiga o'tsak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi masalasida birdan farqi qanaqa deydigan bo'lsangizlar, endi A dan B ga kelish kerak, sharti bor, C dan o'tish shart. Ya'ni A dan B ga C orqali necha xil usulda kelib biladi degan masala kelsa nima qilishimiz kerak? Demak, biz A dan B ga yuritayotgan paytimizda ustozlar bizga muhim bo'lgan va muhim bo'lmagan joylari bor mana. Ya'ni A dan B ga C orqali kelsin degani bizda birinchi A dan C ga, undan keyin demak C dan B ga borish kerak bo'ladi. Ya'ni mana AC va CB mana yozib qo'yaman ustozlar, bu yoqda A dan oldin C ga borish kerak, keyin B ga borish kerak. Endi bunaqa masalalarni oddiy chizmaliklarda juda ko'p eshitgansizlar. Ya'ni mana bundoq bo'ladi, tak. A dan C ga nechidir usul, C dan B ga nechtadir usul. Tak. A dan B ga C orqali borishlar desa, bu yoqda x ta usul, bu yoqda y ta usul bo'ladigan bo'lsa, x ko'paygan y qilishi hamma biladi. Endi biz xuddi shu ideologiyadan foydalanamiz. Ya'ni A dan C ga necha xil usulda borsak bo'ladi. Buning uchun men yuqoridagi o'rgatgan formulamga diqqat qilaman. Ya'ni o'ngga menda ikkita katak, yuqoriga ikkita katak. Demak, A dan men C ga bormoqchi bo'lsam, 2 bilan 2 ni qo'shdim, C 4 dan 2. Tushuntirib bera olaman. C 4 dan 2. Buni hamma hisoblab biladi. 6 ga teng chiqadi javob. Ya'ni A dan C ga boruvchi yo'llar soni bizda 6 ta. Endi C dan B ga kelishimiz kerak. C dan B ga. Demak, bunaqasida menda o'ngga yuradigan kataklar 3 ta, yuqoriga chiqadigan kataklar 2 ta. Ya'ni 3 bilan 2 ni qo'shdim, C 5 dan xohlasangizlar 3, xohlasangizlar 2. Farqi yo'q, ikkalasi ham baribir javobi bir xil chiqadi. Buni hamma hisoblash biladi, javob 10 ta degan javob kelib chiqadi. Ya'ni A dan B ga endi nima, necha usulda borsak bo'ladi desa, tikkasiga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni A dan C ga, keyin C dan B ga borish menda 6 ko'paygan 10. Ya'ni 60 ta usul bilan nima qilish mumkin? Ustozlar borish mumkin bo'ladi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak bitta hozirdan like tugmasini bosib qo'yinglar ustozlar, sizlar bilan biz davom etamiz. Bu masalani bizda ustozlar ikkinchi versiyasi ham bor. Ya'ni ikkinchi versiyada nimani so'raydi desangizlar, A dan B ga necha xil usulda borish mumkin? Sharti C dan o'tmaslik kerak. Ya'ni C dan o'tmagan holatda A dan B ga necha xil usulda borsa bo'ladi degan masala bizda kelishi mumkin. Okey, bunaqa masalada biz nima qilamiz, qanaqa qilsak yechimga kelsak bo'ladi ustozlar. Bunaqa masala demak ikkini o'zi bilan bir xil, ya'ni A dan B ga prosta shunchaki C nuqtani yo'q deb tasavvur qilganimizda nechta usul bilan borsa bo'ladi. Shuni birinchi navbatda topib olamiz va undan keyin C orqali o'tadigan mana bu yoqda biz 60 ta yo'l hisobladik. Mana shu 60 ta yo'lni nima qilishimiz kerak? Ustozlar biz ayirib tashlashimiz kerak. Ketdik. Endi C dan o'tmaydigan versiyani ham ko'rsataman. Xo'p, o'ngga menda 5 ta katak, yuqoriga 4 ta katak. Ya'ni jami yo'llar soni menda nechta? Jami C 5 bilan 4 qo'shdim 9, xohlasangizlar 4, xohlasangizlar 5. Endi buni hisoblash kerak ustozlar. 9 faktorial bilan 5 faktorialni qisqartirsam 6, 7, 8, 9 taqsim 4 faktorial menda 24. 6 kere 8 48, 24 bilan qisqarsa 2. 63, 126 ta. 126 ta yo'l A dan B ga, ya'ni C nuqta yo'q degan paytda bizda jami 126 ta. 126 dan men 60 ni ayiradigan bo'lsam, menda 66 bu nima ustozlar? C dan o'tmaslik sharti bilan A dan B ga necha xil usulda borish mumkin degan savolimizning javobi bo'ladi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi sizlar bilan keyingi tipdagi savoliga o'tamiz. Ya'ni 3-tipda endi har doim bizda qaranglar, bu yoqda to'liq kvadratlar to'ldirilgan, lekin bu yoqda
kvadratlar to'ldirilmagan. Ya'ni nimalar tushib qolgan desangizlar, mana bu joy. Yo'l remont bo'layotgani uchun tushib qolgan, plus bu joy ham bizda yo'l remont bo'layotgani uchun tushib qolgan. Ya'ni to'liq shakl emas. To'liq shakl bo'lmaganda ustozlar biza ozgina qo'l mehnatini ishlatishimiz kerak. Ya'ni nima qilib hisoblasak bo'ladi, qanaqa qilsak bo'ladi, shu savolga javob beraman. Demak, bu yoqda o'sha boyagi formulalar ishlamaydi. Har safar demak 4 ta o'ngga, 3 ta yuqoriga degan formulalar ishlamaydi. Nimaga ishlamaydi desangizlar, mana yo'llar yopib qo'yilgan, shuning uchun ishlamaydi. Bunaqa misollarda biza qanaqa usul qilishimiz kerak ustozlar? Kombinatorikadagi qo'shish qoidasidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni qanday qo'shish qoidasidan foydalanamiz? Chizmani sal yaqinlashtirdim. Demak, tasavvur qilinglar, mana tasavvur qilinglar. Xo'p. A nuqtadan B nuqtaga kelmoqchisizlar. Mana bu yoqda menda A nuqta, mana bu yoqda B nuqta. Ya'ni A dan B ga kelmoqchi bo'lsangizlar, yoki mana bu nuqta orqali kelib bilasizlar, yoki bu yoqdagi nuqta orqali kelib bilasizlar. Ya'ni bu nuqtaga menda X xil usul, bu nuqtaga Y xil usul bilan borsangizlar bo'ladi. Shunda A dan B ga nechta usulda borsa bo'ladi degan savol. Bu yoqda endi biz qo'shish qoidasidan foydalanamiz. Sababi yoki bu yoqdan kelish kerak, mana bu yoqdan kelish kerak, yoki bo'lmasa bu yoqdan kelishimiz kerak. Ya'ni qo'shish usulidan foydalanamiz. Ya'ni A dan B ga X plus Y xil usulda kelsa bo'ladi. Ya'ni B ni joyiga men X plus Y qo'yaman. Bu nechta usul bilan kelish mumkinligi. Endi har bittasini yozib chiqamiz ustozlar. Bunaqa misollarda sizlar demak, mana bu yashilda belgilayotganlarimni hammasini bir qilib chiqsangizlar bo'ladi. Nimaga? Sababi bu har bitta nuqtaga men faqat o'ngga degan qoida bilan kelishim mumkin. O'ngga. Faqat o'ngga degan qoida bilan kelishim mumkin. Shuning uchun 1 bo'ladi. Boshqa usul bilan kelib bo'lmaydi. Faqat mana bu nuqtaga kelmoqchimiz, mana yagona usul shu. Yoki yondagiga kelmoqchimisiz? To'g'ri borishingiz kerak. Boshqa usul yo'q. Xuddi shunday tepaga ham biz ustozlar mana shu usullar orqali borsak bo'ladi. Tepadagilar 1. Ana endi diagonalda turgan son X plus Y ligidan foydalanaman. Ya'ni mana e'tibor qilinglar, mana bu joyga necha xil usulda kelsak bo'ladi. Bu yoqdan bu yoqdan borsak bo'ladi. Bu yoqdan bu yoqdan borsak bo'ladi. Ikkita sonni qo'shaman, mana 2 bo'ldi. Yoki mana bu joyga ustozlar e'tibor beringlar. Bundan kelsam bo'ladi, bundan kelsam bo'ladi. Ya'ni 3. Mana bu yoqdagi nuqtaga demak 3 dan 1 dan kelsak bo'ladi. 4. Bu yog'i demak 5. Menimcha qanaqa borilishi, nima qilinishi tushunarli bo'ldi. Har bittasini mana shunday qilib hisoblab chiqamiz. Ketdik. Demak, mana bu joy 3 ni yuqorisi bizda 4. Demak, mana bu nuqtaga qanday qilib kelish mumkin ustozlar, e'tibor beringlar. Bu nuqtaga kelishimizdan oldin, ya'ni mana qizilda bo'yayman. Bu nuqtaga kelishimizdan oldin bu nuqtaga o'zi mana bu 4 dan borsak bo'ladi. Plus bu yoqdan chiqsak bo'ladi. Ikki xil versiya bor. Pastdan chiqishda pastdagiga son yozilmagan. Uni qanday topaman desangizlar ustozlar, pastdagiga qanday kelsa bo'ladi? Faqatgina mana bundan kelib bo'ladi. Narigi yo'l remont, shuning uchun u yoqdan kelib bo'lmaydi. Ya'ni faqatgina bundan kelasan degani 3 dan chiqding. Ya'ni faqatgina 3 ta usul bor degani. Mana bu yoqqa 3, bu yoqqa 7 ni yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Endi ustozlar, mana bu joylargacha, mana bu joyga, mana shu joyga faqatgina bu nuqtadan kelsangiz bo'ladi. Sabab bu yo'l yopiq. Mana bu yo'l yopiq, shuning uchun faqatgina 3 dan kelishingiz mumkin. 3 yozamiz. Bu yoqqa o'sha bilasizlar nechta? 8 ta. 3 bilan 5 qo'shdim 8. Demak, mana bu joy menda 10 xil versiya, mana bu joy 18 xil versiya. Ya'ni A dan B ga jami borishlar soni bizada 18 ta usulni tashkil qilar ekan ustozlar. Bu bizada demak qo'l mehnati bilan qilinadigan jarayon.
Bu jarayonni ham o'zini qiziq joylari bor, o'zini maza qiladigan joylari bor. Ya'ni qaysi nuqtadadir demak yo'l yopiq bo'ladigan bo'lsa, borib bo'lmaydigan bo'lsa, o'zaro diagonal orqali sizlar uni nima qilmasliklaringiz kerak, tutashtirmasliklaringiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Biz keyingi savoliga o'tamiz. 4-savol ustozlar, mana boyagiga o'xshagan masala A'dan B'ga necha xil usulda borsa bo'ladi degan savol. Xo'p, shu joyda ozgina pauza qilamiz. Biratan 0.3 ga men tushirib olaman. Bu joy ko'rinmasligi kerak. Buni qanday qilib yechsak bo'ladi ustozlar? Pauza tugadi. Buni qanday qilib yechsak bo'ladi ustozlar? E'tibor beringlar. A'dan B'ga borish kerak. Endi bu yoqda ham hammasi to'liq yo'llar emas. Bu tarafdagi yo'llar demak yopib qo'yilgan, bilasizlar. Shuning uchun yana boyagi usulimizdan foydalanamiz. Ya'ni A nuqtadan pastga yozib chiqaman. 1 1 1 1 1. Yuqoriga mana bu yoqqa ham 1. Diagonal bo'ldi menda 2. Mana bu joy bo'ldi 3. Mana bu joy bo'ldi 4. Nimaga 4, 2, 3 lar qayerdan kelyapti? Qo'shyapman. Ikkita pastdagi sonni qo'shyapman hosil qilish uchun. Ya'ni 3 hosil qilish uchun 2 bilan 1, 4 hosil qilish uchun 3 bilan 1. Mana bu joy 5, mana bu joy 6. Ya'ni bunaqasiga va tepaga necha xil usulda borish mumkin, shular qo'shyapman. Endi mana 2 ni tepasidagi nuqtaga men faqatgina 2 dan tepaga sakrab chiqa bilaman. O'yin kal qilib chiqa olmayman. Shuning uchun bu yoqda menda 2 yoziladi va bu yoqlari ketdi. 2 bilan 3 qo'shdim 5, 5 bilan 4 qo'shdim 9, 9 bilan 5 qo'shdim 14, 14 bilan 6 ni qo'shdim. Menda javob 20 degan javob kelib chiqdi. Shu bu yoqdagi sonlarni ham biz topib oldik ustozlar. Endi 5 ni yuqorisidagi nuqtaga faqat 5 dan sakrab chiqsak bo'ladi. Shuning uchun 5 xil. Mana bu joy menda 14, bu joy menda 28 va bu joy 48. 14 bilan 14 qo'shdim 28, 28 bilan 20 ni qo'shdim 48 bo'ldi. Endi 14 ni tepasiga yana 14 dan sakrab chiqa bilasizlar, faqat boshqa ishi yo'q. 14 bilan 28 ni qo'shsak 42. Mana bu joy demak 42 bilan 48 ni qo'shsak 90. 42 ni tepasiga yana 42 ni o'zidan sakrab chiqsangizlar bo'ladi. B ga 42 plus 90 132 xil usulda kelsangizlar bo'ladi. Mana bu demak bitta-bittalab sanab jadvali to'ldirib chiqish usuli bo'ldi ustozlar. Bizda qiziq bo'ldi menimcha. Tushungan bo'lsangizlar, bitta like bosib qo'ysangizlar bo'ladi. Bemalol ko'rsak bo'ladi sizlar bilan. Endi bizda ustozlar yana bitta masala. Endi kataklar, ya'ni chiziqlar orqali yurmaymiz bu safar. Biz keyingi safar nima qilamiz desangizlar, kataklar orqali yurishimiz kerak. Ya'ni A'dan B'ga borishimiz kerak, faqat kataklar orqali borishimiz kerak. Tushuntirib bera oldimmi? A'dan B'ga katakdan katakka o'tib turib borishimiz kerak. Endi bu yoqda salgina farq qiladi ustozlar bizda. Ya'ni A nuqta bu yoqda, B nuqta bu yoqda bo'lsa to'ldirib borishimiz mumkin edi. Unda muammo yo'q edi. Endi biz bu yoqda to'ldirib bora olmaymiz. Shuning uchun ya'ni bunaqasiga 5 katak, bunaqasiga 3 katak, C8 dan 5 yoki C8 dan 3 degan narsa yo'q. Lekin shunga o'xshagan narsa bor. Ya'ni o'ngga nechta katak yuradi? Bitta katak aniq o'ngga yuradi, ikkita katak aniq o'ngga, 3 ta, 4 ta katak aniq o'ngga yuradi. Любой marshrutda bormasin, любой yo'nalishda bormasin, 4 ta aniq o'ngga yuradi va tepaga hop 1, hop 2. Ya'ni yuqoriga 2 ta, to'rga 2, jami 6 ta katak yuradi ustozlar. Mana shu joy eng muhim joy. Ya'ni 5 ga sizlar 3 qo'shmaysizlar, nima qilasizlar ustozlar? 4 ga 2 ni qo'shib qo'yasizlar. Ya'ni 6 ta. C 6 dan qilib olasizlar. C 6 dan nechi? Yuqoriga 2 ta bo'lsa 2. Xolasangizlar o'ngga 4, C 6 dan 4 farq yo'q. Javobi menda necha chiqadi? 15 degan javob chiqadi. Endi boyagi sanash usuli orqali men sizlarga ko'rsatib bersam ham bo'ladi.
Ya'ni bu yoqqa 1 endi buni kataklar o'ziga yozyapman. 1 qilib. Yuqoriga ham 1, bu yoqqa ham 1. Bu katakka qayerdan o'tish mumkin? Pastdan chiqish mumkin, plus bundan o'tish mumkin. Ya'ni ikkita son qo'shiladi, 2. Bu yoqqa demak menda nima qilinadi? 3. Pastdan va bundan o'tsa bo'ladi, shuning uchun. Bu yoqqa 4, bu yoqqa 5. Bu yoqqa demak bundan chiqsak bo'ladi, bundan o'tsak bo'ladi, 3 xil. 3 qo'shaman 6 xil. 6 4 qo'shaman menda nechi ustozlar? 10 xil va 10 bilan 5 qo'shaman, bu yoqda 15 xil bo'ladi. Bu narsa ustozlar sanash usuli orqali kelish. Mana bu narsa demak to'liq bo'lgan shaklda sen ishlatsak bo'ladi-ku. Bu yoqda hech qaysi ko'cha, boshqa narsa, mahallalar uzilib qolmagan, shuning uchun sen ishlatib og'zaki topsak bo'ladi. Agar mana bu sanashlar usuli tushunarli bo'lgan bo'lsa, yuqorida mana birinchi masalani sanash orqali yechib bermadim, 2 ni yechib bermadim. Shu 1 bilan 2 ni sanash orqali o'zlaringiz ko'rsangizlar bo'ladi ustozlar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa. Va mana bu bizada ustozlar eng oxirgi misolimiz edi. Menimcha tushundingizlar deb o'ylayman. Video darslik ko'rdingizlar ustozlar. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, men sizlarni o'zimni Ta'lim Pro onlayn kursimga taklif qilmoqchiman, xudo xolasa. Bu kursimiz xudo xolasa 10-iyundan boshlanadi. 10-iyundan boshlab 4 oy davomida sizlar bilan demak bazaviy qism, ya'ni asosiy mavzularni ko'rib chiqamiz va undan keyin 2 oy davomida mock testlar yechib, attestatsiya imtihoniga tayyorlanib, tezliklaringizni oshirib olsangizlar bo'ladi. Kursimiz 16 ta moduldan iborat bo'ladi. Ya'ni 16 ta moduli biza har hafta bittadan modulini yakunlab yopib boramiz va 4 oydan keyin siz o'sha to'liq bazaviy qismida tayyor bo'lgan bo'lasiz. Birinchi oy bizada algebra va matematik fundament asoslari oyi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi oy murakkab funksiyalar har xil va ustozlarimizni qiynaydigan mavzular, matnli masalalar mavzusini ko'rib chiqamiz. 3-oyda trigonometriya, qoslar integral va kombinatorika ehtimollik mavzularini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 4-oyda sizlar bilan ustozlar geometriya va stereometriya bo'limlarini ko'rib to'liq tugatib olsak bo'ladi va 4-oy tugagandan keyin 5-6 oy davomida sizlar bilan 20 mingdan ziyod savoli bor bo'lgan platformamizga to'liq dostуп beriladi. Sun'iy intellekt bilan biz integratsiya qilganmiz platformamizni, ya'ni sun'iy intellekt sizni zaif mavzularingizni aniqlaydi va unga doir demak ko'proq savol berib sizni attestatsiyaga tayyorlab boradi. Ya'ni siz attestatsiyadan yuqori ball olishingiz uchun O'zbekistonda birinchi marta ustozlar uchun platforma tayyorladik. Bu platforma demak sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan yetarlicha darajada ko'p misol masalasi bor, ya'ni qancha ko'p misol masala ko'radigan bo'lsangiz, shuncha tezligingiz oshadi va undan tashqari ustozlar siz attestatsiyadan yuqori ball olishingiz uchun O'zbekistonda birinchi marta ustozlar uchun demak platforma tayyorladik. Bu platformaga kirib, bilimingizni oshirib, demak attestatsiya imtihoniga tayyor bo'lishingiz mumkin ustozlar. Bundan tashqari siz ikkita maxsus gruppaga biriktirilasiz, ya'ni birinchisi bu kichik gruppa. Bu yoqda demak mentor ustozlarimiz bo'ladi. Mentor ustozlar sizga chiqmagan savollaringizni o'rgatadi va sizni doimiy ravishda nazorat qilib boradi. Ikkinchi guruh bu umumiy guruh, ya'ni bu umumiy guruhda men o'zim bo'laman. Men o'zim demak jonli darslarni sizlar bilan ko'rib boraman va undan tashqari har xil yangiliklar, qo'shimcha ma'lumotlarni ham shu umumiy guruhda sizlarga berib boraman. Undan tashqari 250 dan ziyod professional tarzda yozilgan video darslarni ko'rib, o'rganib, xohlagan paytingizda kirib, demak attestatsiyaga tayyorlanib borishingiz mumkin bo'ladi. Haftada 2 marta o'zim bilan jonli darslar bo'ladi. Jonli darslarda demak sizlarni nimalar qiynayapti, qanaqa bo'lyapti, demak nimalarda qiynalyapsizlar, shuni to'liq biz ko'rib, tahlil qilib boramiz. Kurs oxirida siz maxsus sertifikat bilan taqdirlanasiz va kurs oxirida siz offlayn bitiruv marosimimizga kelsangiz bo'ladi. Ya'ni offlayn bitiruv marosimimizda men o'zim bo'laman. Men o'zim bilan shaxsan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringizga javob olishlaringiz mumkin bo'ladi va demak eng oxirida bizlar tadbirimizning eng oxirida o'yin kulgu qismi ham bo'ladi. Bitta mana shu kursni tugatasiz va siz oylik daromadingizni 70% gacha oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 70% lik ustamani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi.
deylik o'rtacha hisobda 3 million oylik olayotgan o'qituvchini oyligi 70% ga oshgan paytda ham har oy qo'shimcha 2 million 100 ming so'm pul mukofotini olishlari mumkin bo'ladi. Va bilasizlar ustozlar, maktablarda juda ko'pchilik maktablarda attestatsiyadagi toifangizga qarab sizga muomala qiladi. Ya'ni toifangizni oshirib turib, boshqa ustozlar oldida, demak, obro'yingizni ham oshirsangiz bo'ladi ustozlar. Ya'ni bitta mana shu kurs o'zi sizni qancha muammoyingiz bo'ladigan bo'lsa, hammasiga yechim bo'ladi. Agar kursimiz sizga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, men videoning tagida havola qoldirganman. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, bizlar menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, yana to'liq ma'lumotlarni beradilar. Hammaga rahmat ustozlar, charchamanglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.